Assalamu alaikum. Men ismim Nejat Habibullah G'ul shahardan. 2014-yili 11-oyda Turkiyaga o'qishga keldim. Hozir Turkiyada yashayapman. Men hozir turmada begona holatda yotgan dadam va cho'ng dadam va boshqa qarindoshlarim uchun guvohlik qo'ymoqchi. Bu mening dadam Habibullah Matniyaz 1970-yili 4-oyning 23-kuni G'ul shahri To'ttukan mahallesida tug'ilgan. Dadam 2017-yilda 7-oyning 1-kuni uydan sababsizdan tutib ketilgan. 2019-yili 4-oyning 5-kuni 20 yil kesilgan xabarini oldim. Tutilish sababi men va qarindoshimning Turkiyada o'qiyotganligi. Hozir Shayxanz turmusida tutib turilyapti. İkincisi dadamның akisi Muhtar Matniyaz. Cho'ng dadam bo'lib 1962-yili 6-oyning 8-kuni G'ul shahri To'ttukan mahallesida tug'ilgan. 2017-yili 8-oyning 1-kuni uydan begona holatda sababsizdan tutib ketilgan. 2019-yili 5-oyning 3-kuni 15 yil turmaga qamalganligini xabarini oldim. 2011-yili Türkiye'ye qarindishini yo'qlash uchun kelganlik sababi bilan va Qozog'istonda tijorat qilganlik sababi bilan 15 yil kesilgan. Bu cho'ng dadamning 2 kuyovli 5 yildan kesilgan. Ularmi Qozog'istonda tijorat qilgan sababidan kesilgan. Ve yana dadamning singlisining Qasimjon degan yo'ldoshi bu akammi 15 yil kesildi. Bu akamning 6 balası bo'lganlik uchun 15 yil kesilgan. Men Xitoy hukumatidan bularning va boshqa gunohsiz holatda turmada yotgan qarindoshlarimizning turmadan qo'yilib berilishini talab qilaman va Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan ham shu urug' tuqqanlarimning va boshqa gunohsiz holatda turmada yotgan qarindoshlarimning qo'yib berilishi uchun qo'ldan kelgan yordamni qilishini talab qilaman.